sport turlariga tayyorlash markazi treneri Oybek Bobojonov va ularning yonida o'quvchilari Maftuna Ibadullayeva. Shu bilan birgalikda Xonqa tumani sport maktabi o'qituvchisi Bekposhsha Xudoybergan va ularning hamyonlarida bir-biridan go'zal qizaloqlarimiz o'quvchilari tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Suhbatni kimdan boshlaymiz? Stol tennisidanmi yoki shaxmatdanmi? Demak, Bekposhsha opani biz o'tgan dasturimizda ham, avvalgi dasturlarimizda ham shaxmatchilar bilan birgalikda mana shu yerda ko'rgan edik. Albatta, sizlar bo'lsa biz ham o'ynab ko'rgandik shaxmat o'sha paytda. Va yangicha talqinda ko'rgan edik. Yangi metod, ya'ni qaramasdan turib, eslab qolish bilan birgalikda shaxmat o'yini o'tkazish bu juda ham ajoyib holat edi. Albatta, iqtidorli o'quvchilarni bizga har safar dasturimiz mehmoni bo'lishlarida yordam beradilar. Bugun kimlar bilan tashrif buyurdingiz? Bugun iqtidorli o'quvchilarimiz, shaxmat to'garagi a'zolari, shuningdek, o'zim ularning iqtidorlariga qarab qiziqtirgan o'quvchilarim Imonaxon Atabayeva va Maryamjon Atabayevalar, shuningdek, tennischi o'quvchilarimiz bilan tashrif buyurdik. Juda yaxshi. Va mana shu yerda ularning liboslaridan ham ko'rishimiz mumkin. Bizga raqslar taqdim qilishadi, menimcha, to'g'rimi? Hozir she'r taqdim qilish uchun sahnamizga tashrif buyurgan o'quvchilarimiz. Bu o'quvchimiz Imona Atabayeva mental arifmetika bo'yicha, gimnastika bo'yicha, shaxmat bo'yicha ko'p martalab viloyat va respublika chempioni hisoblanadi. O'quvchimiz Maryamjon Atabayeva ham aynan shu mental arifmetika, gimnastika, raqs va shaxmat bo'yicha chempion o'quvchimiz. Juda yaxshi. Bular o'zlari shaxmat bilan, sport bilan shug'ullanish barobarida she'rlar yozib, she'rlar ham aytib turishadi. She'r ham yozishadi. Demak, o'zlari ijrosidagi, o'zlari qalam tebratgan she'rlarni o'qib berishadimi? Bugun yodlashgan. Millatimiz uchun foydali bo'ladigan, o'quvchilar uchun, tinglovchilarimiz uchun, kuzatuvchilarimiz uchun foydali bo'ladigan she'rlarni e'tiboringizga havola etishadi. Keling, dastavval she'rlardan boshlasak. Marhamat. Oqil odam olayotgan nafas uchun fikr qilar. Burdonamni baham ko'rib tinchligiga shukr qilar. Biz dunyoga tinchlik tilab yo'lga chiqqan yo'lchilarimiz, oftobdan ziyo ruhniyati xush elchilarimiz. Qo'ligimiz haqqi inon o'zbek faqat o'zim demas. Yosh tugmasi yodiyot ham yolg'iz o'g'lim qizim demas. Oy to'shalgan ostonasi, qutlug' qadam mehmon uchun, mehri mezbon koshonasi. Tinchlik tilab inson uchun har kim banda haq oldida, yomon dilda illay tashar. Yer yuziga tinchlik tilab o'zbek degan millay tashar. Salomat bo'ling. O'zbekistonni, vatanni tarannum qiluvchi ajoyib she'rni tingladik. Necha yoshdalar qizimiz? Qizimiz 8 yoshdalar. 8 yoshda. Demak, maktabga endi chiqqanlar. Shunga qaramasdan mana she'rlarni ifodali qilib chiroyli